إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Alloh taoloning fazli va rahmati bilan oxirat kuniga iymon darsligimizni davom ettiramiz inshaalloh. O'tgan darsimizda oxirgi mavzuyimiz qabr azoblari va ne'matlari to'g'risida gaplashib to'xtagan ekanmiz va yana ruhlar qiyomatga doğru o'lganlarning ruhlari qayerlarda bo'lishligi to'g'risida ham gaplashgan ekanmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida uloviga mingan holatda o'z ashablari bilan ketayotgan paytda bir necha qabrlar oldiga yetganda ulovi hurkib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tushirib yuborguday qilib turib hurkiydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu qabrlar kimniki deb so'raganda ashablaridan biri aytadiki, bir johiliyat davrida islom dinidan oldin o'lgan, vafot qilgan kishiniki deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, inna hadhil ummata tubtala fi quburiha deb turib aytadi. Ya'ni mana bu batahqiq mana bu ummat o'z qabrlarida balolanadi deb turib aytadi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam gapini davomida aytadiki, qo'rqqaninglardan, dafn qilmay qo'yishlaringlardan qo'rqmaganimda Allohdan duo qilib so'rardimki, har biringlarga men eshitgan qabr azobini sizlarga ham eshittirishini Allohdan so'rardim. Lekin sizlar buni eshitgandan keyin bir-biringlarni qo'rqqaninglardan dafn qilmay qo'yasizlarda, shuning uchun buni qilib duo qilmayman deb aytgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashablariga aytadiki, ta'awwadu billahi min azabil qabr. Shunda qabr azobidan Alloh taolodan panoh so'ringlar dedi. Shunda na'udhu billahi min azabil qabr deyshadi. Biz Allohdan qabr azobidan panoh so'raymiz deb turib sahobalar aytishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'awwadu billahi min azabin nar. O't azobidan Allohdan panoh so'ringlar. Sahobalar aytishlarki, na'udhu billahi min azabin nar. O't azobidan Allohdan panoh so'raymiz deyshdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'awwadu billahi minal fitani ma zahara minha va ma batan. Oshkora va yashirincha bo'lgan fitnalardan Allohdan panoh so'ranglar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda sahobalar na'udhu billahi minal fitani ma zahara minha va ma batan. Biz Allohdan zohir, oshkora bo'lgan va yashirincha bo'lgan fitnalardan panoh so'raymiz deb aytishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'awwadu billahi min fitnatid dajjal. Allohdan Dajjal fitnasidan panoh so'ranglar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda aytishlarki, na'udhu billahi min fitnatid dajjal. Dajjal fitnasidan panoh so'raymiz deyshti. Imom Muslim rivoyati. Ya'ni bu sunnatda kelgan duo. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam doimo o'z ashablarini mana shu narsalardan panoh so'rab yurishlikka o'rgatardilar. Va yana o'zi ham har doim namozini tugatishdan oldin tashahhudning oxirida tashahhud va salovatlarni o'qib bo'lgandan keyin mana shu duoni doimo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'qib yurardi. Allohumma inni a'udhu bika min azabil qabri va min azabi jahannam va min fitnatil mahya wal mamati va min sharri fitnatil masihid dajjal. Allohumma sendan qabr fitnasidan, qabr azobidan panoh so'rayman va yana o't azobidan panoh so'rayman, jahannam azobidan va yana dajjolning fitnasidan, masih dajjolning fitnasidan panoh so'rayman deb turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har doim namozida tugatishdan oldin, salom berishdan oldin mana shu duoni qilardilar. Va salaf solihinlardan biri bir kuni oldida bir namoz o'qigan paytda so'raydi, salom bergandan keyin, siz mana shu duoni o'qidingizmi deydi. Desa, bu kishi o'qimadim deydi. Unda shu darajada bu duo muhimligidan unda namozingizni boshqatdan o'qib oling. Bu duo juda ham muhim duo edi, qolib ketib deb turib, boyagi odamni boshqatdan namozini o'qishlikka buyurdi. O'zi aslida namoz sahih. Namoz bo'lgan aslida. Lekin mana bu duo juda ham muhimligi uchun boyagi solih kishi oldidagi kishini namozini qaytadan o'qishlikka targ'ib qilyapti. Chunki bu duo juda ham muhimdir. Shuning uchun barchamiz bu duoda o'qishimiz kerak. Har doim har namozda salom berishdan oldin bu duolarni o'qib yurishlik bizga sunnat bo'ladi. Va yana bizni dunyo va oxiratimizga bu duo foyda beradi inshaalloh.
Va bugungi mavzuyimiz aslida ashrotus saa, soat, ya'ni qiyomatning alomatlari, shartlari degan mavzu. Aslida bu kitobda yengillar o'tib ketgan, yengil qiyomat alomatlarini, katta kichik alomatlarini sanalib o'tib ketgan. Lekin biz shuni to'g'ri deb topdikki, qiyomat alomatlarini alohida bir darsga qilib turib, inshaalloh kengroq, foydaliroq bo'lishini ko'zlagan holatda alohida bir darslik qilishlikni inshaalloh biz lozim deb tutdik. Shuning uchun biz ashrotus saani olib qo'yamiz, keyingi darslarga alohida bunga bir darslik qilamiz va boshqa mavzuga, keyingi mavzuga o'tib ketaveramiz. Chunki qiyomat alomatlarini alohida bir darslik qilsak deb kelishdik inshaalloh. Shuning uchun bugungi mavzuyimiz an-nafxu fis-sur, sur puflanishligi, sur chalinishlik to'g'risidagi mavzu inshaalloh. Sur bu Isrofil alayhissalomga ulug' bo'lgan, hurmatli bo'lgan, ulkan bo'lgan, quvvat sohibi bo'lgan farishtaga Alloh subhanahu va taolo amr etgan va vakil qilgan. Qiyomatda izn beriladi va mana shunga buyurilgan, u surni puflaydi. 2 marta surni puflaydi. Birinchi surni puflashligida qiyomat qoim bo'ladi. Hamma jonzotlar, mavjudotlar o'ladi. Magar Alloh xohlaganlarigina qoladi. Kim qolishligini Alloh o'zi biladi. Bu to'g'risida ulamolar ko'p ixtilof qilishadilar. Ba'zilar sur cho'gan o'zi Isrofil alayhissalom qoladi, chunki u ikkinchi surni puflashlik kerak bo'ladi degan qavllar mavjud. Alloh taolo Qur'onda shunday deydiki: A'udhu billahi minash shaytonir rojim va nufikha fis-sur, va sur puflandi. Fasa'iqa man fis samawati va man fil ardi illa man sha Alloh. Va osmonlardagi yu yerdagi yu barcha kimsa, ya'ni barchasi halok bo'ldilar. Ya'ni vafot etdilar. Magar Alloh xohlaganigina qoldi. Summa nufikha fihi ukhra, so'ng ikkinchi sur puflandi. So'ng ikkinchi sur puflandi, chalindi. Fa idahum qiyamun yanzurun, va ular qoim holatda qarashar edilar. Zumar surasi 68-oyat. Ya'ni qiyomatda qanday bo'lishligini bu oyatda Alloh subhanahu va taolo tasvirlagan. Ahvalul khalaiq 'inda an-nafxi fis-sur. Haloiqni holatlari qanday bo'ladi? Sur puflangan paytda, sur chalingan paytda, qiyomat qoim bo'lgan paytda haloiqni hollari qanday bo'lishligi Alloh taolo aytadi: "Fatawalla anhum", ulardan yuz o'giring. Yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur. Chaqiruvchi nukur, munkar narsaga chaqirgan kuni, ya'ni qiyomat kunida, ya'ni qo'rqinchli narsaga chaqirgan kuni ulardan yuz o'giring deyapti. Xush'an absaruhum, ular ko'zlari qo'rqqan holatlarda yakhrujuna minal ajdafi, qabrlaridan chiqadilar. Ka'annahum jaradun muntashir, go'yo ular yoyilgan chigirtkalar singari. Muhti'ina ila ad-da', chaqiruvchi tomonga bo'yinlarini uzaytib, bo'yinlarini cho'zib ketadilar. Yaqulul kafirun hada yawmun asir, shu kunda kofir qiyomat qoyim bo'lganini ko'rgach aytadiki, bu kun og'ir kundir deb aytadi. Ya'ni bu kun og'ir kunu deb turib, kofirga u kun qiyin kun bo'ladi. Qamar surasi 6 va 8-oyatlar. Miqdaru ma bayna an-nafqatayn. Endi aytganimizdek, Isrofil alayhissalom surni 2 marta puflaydi dedik, 2 marta chaladi dedik. Orasidagi miqdor qancha bo'ladi? An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ma bayna an-nafqatayn 40." Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi deb turib Abu Hurayra aytayapti. 2 puflanishlik, 2 chalinishlik o'rtasida 40 bordir dedi. Shunda qalu ya Abu Hurayrata 40 yawman, qal abaytu. Ey Abu Hurayra, 40 kunmi deb so'rashdi shunda. Abu Hurayra bosh tortdi. Ya'ni aytolmayman dedi, bilmayman dedi. Qalu 40 shahran, bu 40 oy bo'ladimi bu deb so'rashdi shunda. Qal abaytu. Abu Hurayra aytdiki, bilmayman deb turib bosh tortdi aytishlikdan. Qalu 40 sana, 40 yil bo'ladimi so'rashdi. Qal abaytu. Bunda ham Abu Hurayra bosh tortdi aytishlikdan. Muttafaqun alayh. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Mata taqumus sa'a, qachon qiyomat qoim bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadiki: "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda robbi." Sizdan ey Muhammad alayhissalom qiyomat kuni qachon bo'lishiga haqida so'rashadilar. Aytingki, buni ilmi Robbim huzuridadir.
va yana Ahzob surasida yas'alukan nasu anis sa'a qul innama ilmuha indalloh va ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Sizdan ey Muhammad alayhisalom soat haqida, ya'ni qiyomat kuni qachon bo'lishi haqida so'rashadilar. Aytingki, Allohning huzuridadir ilmi. Va qayerdan bilasizki siz shoyat u kun yaqindir deb turib ayting deb turib Alloh subhanahu va taolo oyatlarda, ya'ni uni ilmi faqatgina Allohning huzuridadir deb turib aytadi. Va innahu ilmus sa'a deb turib yana Alloh subhanahu va taolo Luqmon surasida ham aytadi va uningdir huzurida, uninggina huzuridadir, ya'ni Allohnigina huzuridadir uning ilmi. Qachon qiyomat qoyim bo'lishligi. Va yana Jibril alayhissalom odam suratida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga ashablariga dinni o'rgatish maqsadida odam qiyofasiga turib hadisi Jibril ataladi. Jibril hadisi atalgan hadisda ham akhbirni anis sa'a deganda, ey Muhammad alayhissalom menga qiyomat alomat haqida xabarini bering deganda, qiyomat xabarini bering deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mal mas'ulu bi a'lama min sa'iliha, so'rovchidan ko'ra so'ralanuvchi bilguvchiroq emasdir, ya'ni sizdan ko'ra men bilmayman deb turib javob beradi. Shuning uchun qiyomat qoyim qachon bo'lishligini ilmi faqatgina demak Alloh taoloningina huzuridadir. Biroq qaysi kuni bo'lishlik haqida va uni qiyomat alomatlari to'g'risida hadislar mavjud inshaalloh. Ularni inshaalloh bitta-bitta o'tamiz. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedi: Quyosh chiqqan kunning eng yaxshi kuni bu juma kunidir. Fihi xuliqa Adam, u kunda Odam alayhisalom yaraldi. Va fihi udkhila al-janna, va u kunda jannatga kiritildi. Va fihi ukhrija minha, va u kunda jannatdan chiqarildi. Va la taqumu as-sa'atu illa fi yawmil jum'ati, akhrajahu Muslim. Va qiyomat kuni ham magar mana shu kundagina bo'ladi, faqatgina juma kunidagina bo'ladi deb turib Imom Muslimdan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabarini beryapti. Ikkinchi hadis, an Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inna tarfa sahibis suri mundu wukkila bihi musta'idun yanzuru nahwa al-arsh. Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, albatta sur sohibi, ya'ni Isrofil alayhissalomni ko'zlari sur solishlikka vakil qilingandan boshlab ana shu kundan beri ko'zini arsh tomondan uzmasdan surni puflashlikka tayyor holatda turadi. Ya'ni hozir ham u farishta subhanalloh surni ushlab olib chalishlikka tayyor bo'lib ko'zini arsh tomonga qaratib turibdi. Nimaga yo'q tomonga qaratib turdi desa, yanzuru nahwa al-arshi makhafatan an yu'mara qabla an yartadda ilayhi tarfuhu. Ko'zi boshqa qarab qolgan paytda unga amr qilinib qolishidan qo'rqqan holatda ko'zi arshga qarab turar ekanda. Alloh subhanahu va taolo tomonga qarab, agarda Alloh taolo unga chal deb turib amr berishligi bilan chal deb turib ko'zini uzmasdan arshga qarab turadi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar beryapti. Ka'anna aynayhi kawkabani durriyan. Go'yo uni ikki ko'zi Isrofil alayhissalomni ulug' bo'lgan, mukarram bo'lgan farishtaning ikki ko'zlari go'yo marvaridlardandek yulduzlarga o'xshab porlab turadi deb turib Imom Hokimdan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni ta'rifini beryapti. Demak, Isrofil alayhissalom ana shunday sur chalishga tayyor bo'lib turib turar ekanda, ana shu ishga vakil qilingandan boshlab hozir ham qiyomat qoyim bo'lgunga qadar ko'zini arsh tomonga qaratib, Robbimizdan qo'rqqan holatda, men boshqa qaragan paytimda Robbim amr qilib qolmasin deb turib qo'rqar ekan qarang. Ana shunday ulkan farishta. Ammo biz insonlar arzimagan 7 qavat osmondan qaraganda biz ko'rmaymiz-da. 7 qavat osmondan qaraganda arzimaydigan mavjudotlar biz hozir Robbimiz tomonidan amr kelganligiga parvo ham qilmay qo'yganmiz. Qanday amrlar bizda Qur'onda aytilib yotadi? Qanday xabarlar keladi hadislarda? Biroq biz bunga parvo ham qilmaymiz. Mana bunday ulkan farishtalar, ulkan quvvat sohibi bo'lgan farishtalar Allohdan qo'rqar ekanda, men boshqa yoqqa qarayotganda amr kelib qolmasin deb turib qo'rqqanidan arsh tomonga qarab surini puflashlikka hozir qilib turar ekan. Sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl va lan tajida li sunnatillahi tabdila. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.